Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar ko'rayotganinglar. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak Yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilen Şinjan El-Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyot Çeklik Şirketi strategilik hamkorlashgan. Sizlarga köpten köp rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi Tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Köp minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mu ko'ra olasiz. İnternet tori bizga nurg'un qulayliklarni olib keldi. Tordan yaxshi foydalanishni o'rganayli. Yaxshi tor fuqarosi bo'lib, aktiv energiya taqitayli. Bu inimizniki qobiliyatiga qoyil bo'lib aylandim. Endi men bu rap uslubida bir asar chiqarib baxmagan bo'lsam bu xiyollar bor menda. Rapni qo'llash shuning bilan birga bir chiqishib beqish o'zaro. Siz zaman nefeslen ilişiniz için shuncha turaqliq bo'ldi. O'zingmi mushu rapqa lekin yomon uslub ketib qolsa. Oxirgi tanlashing? Mening oxirgi tanlashim Mevlam Emtimim abi. Mayirimiz G'olibjon G'ulam Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandi. O'zingizga xos naqsh aytish uslubi bilan sahnimizga yurak sadoringizni elib kelib, ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga yana davomli omad tilaymiz. Men sahnaga chiqqan vaqtimda o'zimniki teksim jiq bo'lgan ekan, tekstlarimni unutib qolaman deb ansirgan. Lekin o'ngishli bo'ldi. Mevlam Memtimin ma'lum tanladim. Ikkinchi qaror musobaqada men cho'qim Mevlam Memtimin ma'lumdan chiq narsa o'rganib, texmo yaxshi bo'lgan ijoditimni sahnaga chiqarib. G'olibning bu rap naqshi bizning naq maydonimizni nihoyat yuqori kayfiyatga, hayajonga cho'mdiribdi. Men bu shu hayajonim bilan o'rindiqimda aylandim. Rap naqshlarda boshqa uslubdagi naqshlarga o'xshash undaq go'zal melodiyalar bo'lmasa-mu, lekin shu melodiyasi bor naqshlar ifodalanmaydigan, shunday qizg'in hissiyotlarni ifodalaydi. Ondan yana kelib rap naqshlarni mana hozir G'olib aytgandek, mandaq aytish uchun nurg'un izlanish, nurg'un tirishchanlik, nurg'un mashq ketadi. Eng muhimi rap naqshlarning asosan ijodiy xarakterlik naqshlar bo'ldi bular. Naqshlarni asosan o'z yozdi. Men mushu G'olib o'xshash yoshlarning, mushu yangilikqa intilguchilarning o'zining yurak sadosiga quloq soluvchilarning qo'llag'uchisi deb o'ylayman o'zimni. Adaş yaqindan beri teram shunda qurg'oqlashib faqat mayson maydan bo'lib qoldi. Buni qanday qilsam bo'lar? Sadafning Warstar markasidagi grim suyini ishilda yuzing sutuluqlab qolmasdan chaplaqning rolini o'ynaydi. Yana bir naqshni anglayli billah. Jultuzluq kecha. Mening ismim İskender Anvar, o'zim Ko'ril Bugurdan, mening o'qigan kasbim bo'lsa madaniyat boshqarish. Mening hozir shug'ullanayotgan xizmatim muzika tritlarida bas gitar chalish, naqsh o'rindash. Kichigim cho'nglarning deb berishicha, men cho'ng dadamning shu harbiylik qatnashgan vaqtlarda muzik chaldigan to'q, shuni ta'siridan bo'lgandan keyin bizning oiladagi birdan-bir muzik bilan shug'ullangan birdan-bir odamga aylanib qoldim. Do'stlarimizning meni qo'llab-quvvatlab berishiga umid qilmay, qolganini sahanda ko'rishayli. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
Gözlerimden akar taramlap yaşlar. Arman bilen bulup sersane, yıldız bilen sırtışıp her tünde. Talay keçesi nefsini, gözlerimden akar taramlap yaşlar. Arman bilen bulup sersane, yıldız bilen sırtışıp her tünde. Talay keçesi nefsini, külürümü yalap çimirlap yultuz. Cimcit güner biri teselli, Moğluk akşam gider kirak kirak kal. Arman bilen sığınıp seni, sığınıp seni. Seni görsem yıldız gülgen keçide, Muğlarımı döküp ben sana, hey. Sana versem cin süygümnin akşamını, yıldız gibi gülsen sen bana. Külürümü yalap çimirlap yultuz. Cimcit kınar biri teselli, Muğluk akşam gider kirak kirak kal. Ümit bilen sığınıp seni, külürümü yalap çimirlap yultuz. Cimcit kınar biri teselli, Muğluk akşam gider kirak kirak kal. Arman bilen sığınıp seni, sığınıp seni, sığınıp seni. Yaxshimsizlar ustozlar. Men ismim İskender Enver, o'zim Ko'rilib yugurdim. Hop, biz intayin hoş bulduk Aygül Malım'ның siz için orunduk aylandığınıdan. Biz Aygül Malım'ның gibi anlayla. Shunda yaxshi o'rindadingiz, qolganini yana biz yana nurg'un ishlarni qilib ketalaymiz. Jimi? Kasb jihatdan bo'lsin, mayli ovoz jihatdan bo'lsin, muzikalar jihatdan bo'lsin, asar tanlash jihatdan bo'lsin, yana nurg'un ishlarni qilalaymiz. Yaxshi Malım'ga erişkenliğiniz bilen tebriklaymiz. Seni görsem yıldız gülgen keçide. Muborak bo'lsin. Mahirimiz İskender Enver Aygül Gulam Qaydu gruppasiga tanlandi. Hammamiz yiqimliq naqshlarni anglashni xohlaymiz. Yurakdan chiqqan naqshlar yurakka boradi. Albatta, o'rliqchining saviyasimi intayin muhim. Chunki yaxshi so'z yaxshi odamga mansub. Yaxshilarga yaxshi qo'llar sunulsin. Yaxshi yo'llarda chiroyli gullar unsin. Yaxshi yo'lingizning dog'dan bo'lishini umid qilamiz. 4-qara İpek Yol sadası qatnashib, naqshamni aytib hozir tushdim. 5 tamtirashlar bo'ldi. Keyindan Aygül Malım o'lgandan keyin hayajonlikida shunda xo'sh bo'lib minib tushdim. Hamda Aygül Malımның
yeteklişide çoxum yaxshi natijalar, sistemlik o'rganishlar bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi ishlarimga taxmo o'zimni ulinib puxtalayman, yaxshi natijalarni olishga tirishaman. İskender naqshi aytgan vaqtda men İskenderdagi sahnaga pishqan, o'zini to'xtatib olgan, anandan keyin o'zining bir o'ziga xos bo'lgan qarashlarining borligini his qildim. Lekin ba'zi mahirlarimiz hamda qandaq asar tanlashni bilmaganlik sababidan ma'lumlar hammasi bas-basda talash fursatiga ega bo'lamay qoldi. Chunki bu musobaqaga tanlaydigan asarlar bilan mau kichik tipdagi faoliyatlarga tanlaydigan asarlar o'xshamaydi. Shuningga mening mushtaq mahirlarga tavsiyam iloji bor shunaq musobaqaga to'g'ri kelgan, mos kelgan asarlarni tanlasa deb o'ylayman. Apa? Ha, buldu. Ma'qul. Ha, ma'qul. Apa telefon qildi-da. Ha, ma kechdi. Qayduning lamponidan g'ish keldi. Ha. Men shu lamponi pek yoqtirmayman. Unda sanama biroqlar g'ish kelmangmi? Kechqurun g'ish keldi. Astag'firullah. Aygül qaysi naqshni e'lon qila? Mening o'ylaganimda endi Chungoy Sulyanto degan naqshi bor ekan. Mening ismim Yarmamat Uchturpan Naisdan keldim. Kichikimdan boshlab naqshga bo'lgan qiziqishim bilan to'xtamasdan tirishib shu maktabdagi faoliyatlarga qatnashib, har turli muzika, naqsh kurjiklarga qatnashib, oxirida 2015-yili Şinjan san'at sho'yanining naqsh kasbiga qabul qilinib, bu yil texnik maktab bitirdim. Shu necha yil o'qish jarayonida nurg'unlagan qiyinchiliklarga yo'liqdim. Chunki men to'liq o'tirdan kelgan bo'lganligim uchun nota jihatdagi, naqshning nazariya jihatdagi bilimlariga biroz ojizlik qilib, keyin tirish orqali maktabni g'alabalik bitirib, yana bu qitimlik ham 4-qaror Yipaklik yo'li sadasi tizimlatdim. 3000 mahir orasidagi 100 kuchlik mahirning birisi bo'lib tanlanibdi. Men shunda xush bo'ldim. 5 yil maktabda o'qish hayotimda muqam o'rindash kasbi va go'zal ovoz kasbida tarbiyalandim. Bu qitimlik programma shu. Men tunji qitim qatnashgan program bo'lib hisoblandi. Bu qitimlik programmag'imi men shu o'zimning maktabda o'rgangan, ya'ni shu opera, ya'ni go'zal ovoz uslubidagi naqshi bilan keldim. Burun maktabdagi o'qituvchilarning tarbiyasini olgan bo'lsam, bu qitim shu programmadagi bog'lovchi ustozlarning bahosini anglab beqish uchun bu qitim shu programmaga qatnashdim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mahirlarga omad tilaydi. Vedo mare quanto bello, spera tanto sentimento, come tuo attinamento, cascitato paesuna. Guarda sto giardino, senti sciure arance, no profumo così fino. Dentan corre se ne va e tu dishlo parta deno ta lontana da sto corre da sta terra dell'amore te ne corre non torna ma non me sto tormento torna sorrento fammi cambiare
lo partaddeno da lontana sto corre da sta terra dell'amore te ne corre non torna ma non me la sa non dar más sto tormento torna sorrento famma campa ma non me la sa non dar más sto tormento torna sorrento famma Tokatlarımızı öldürdünüz. O'zingni birdan besvelanglar balla. Tayyorli bo'lib qolgan bola ekan bu. İsmim Yarmamat. Bu yıl naqsh kasbini bitirdim. Ayşegül muallimning o'quvchisi. Hozircha Xizmat saqlab degandek. xizmat saqlab imtihon berib. O 3 turpanlıqki. O 3 turpandım yaqında bir turkum naqshlar chiqadi. Yaman novchilari, Abdulla akamning tunji shogirdi Yusufjon. Yusufjon shu 3 turpandan. Vaa, nima degan katta ha, vallahi. İsmini nima dedi? İsmini nima dedi? Hal bo'lish tegishlik narsalarning hammasi hal bo'lib bo'pti. Mayli to'van ovoz qismi. Demek siz sizin Ya xizmat To'xtanglar yo'ldosh, to'xtanglar. To'xtanglar. Ma ustozlarning aka danga mavalqi o'rilish tartibi. Dal bo'lish tegishlik hammas hal bo'lmabdi. Xizmat hal bo'lmabdi. Hali bo'lish tegishlik narsa hali bo'ldi degan gap Aygulning xizmati qolmadi degan gap bu yerda. Unda gap ham yo'q. To'g'ri, qaytirib olsangiz o'qi deyman, to'g'ri. Aygulga ish yo'q, boshqalarga ish bor degan gap bu yerda hozir. Men asli ash ha deganni o'rmak istadim. Ash ha bilan tang basmoq Ya istadim. onu desang, shu Aygül degan naqshning ismini anglab aylanib olgan. Ya Aygül eng oxirida aylandiq deyman. Xili huzurlanib, aşı bir kömigen holatga tuyg'unni bir bo'yicha aylandik. Ha, shundami? Demak, men ash sizning ovozingizni ash beshini anglabla basmoq istadim. Salliqi bek tentekkan, bek ichki o'rildi ekan deb qolmasin deb. Ya'ni isil bo'lyapsan. Yana isil bo'lib olib, oxir chidamay yana shu birinchi kubli tugab qo'yish o'rilib etdim. Rahmat, rahmat. Bu benim sizning ovozingizni yaxshi ko'rganim ham e'tirof qilganim. Ma esingiz bo'lsin, ha? Birinchidan. Ikkinchidan bayam Aygul muallim biz gaplashishdan oldindilar, aldirablar deb tugatibdi gapni. Men qiqidek ish qolmabdi deydi. Lekin men demoqchi bo'lganim ovoziga hal bo'lish hech narsa yo'qdi deganimchi. Demak, hal bo'pti. Lekin hal bo'lmagan masala bor. İkimiz hal qiladigan masala bormi, yo'qmi? Albatta bor. Ha, unda bo'lsa, boshqa ustozlarning gapi bo'lsa, qashbishni anglab etib, yenib kelaman. Yenib kelaman. Tayyor qajab amroq kensiz ha? Men endi bu naqshi boshlanganda aka. Bu naqshi boshlanib birinchi misra boshlangandan keyin buning o'rilmaydiganga haqqim yo'q meni. Zada o'rilishim kerak deb o'rildim. Ama Nurg'u yaxshi go'zal planlarni qilgash anladım Cuma aka. Buni ham yenim ayrim o'zim deyman-da buni. Oxir demayman, o'zim ayrim deyishimiz, ama yaxshi go'zal planlarni qildim. Ama shu go'zal bir melodiya uchun, shu yaxshi o'rindoq uchun albatta o'rildigan haqqim bor deb turib o'rildim ukam, ha? Rahmat. Qag'inda yana so'zlar o'zi ayrim deydigan bo'ldi. Shunday guruhmalar bilan bir qo'shilishib olgan. Anadan keyin qag'inda ikkimiz deyishib olamiz, ko'rsatchiqchimi?
Agar anda bo'lmay qilib qas, azroq shap yurib qo'y, menda azroq tuyuqsiz anda xabarlar bo'lsa, Oylinib ketib olsa, mandaroq o'tirib, anglab bir taraf qilgan masalalarni. Rahmat bo'ldi. Shu tapda yurgim sep ketib bordi mening. Yurgim sep ketib, oldirib hayajonlansamlam, yurgim sep ketadigan bir ish va naqshini anglabla yurgim. Men dastlabda naqshining ismi e'lon qilingan vaqtda yana Aygul Malim o'ziga tava adamdan birini e'lon qilib oldi deb o'ylagandim. Menga agar fursat kelsa, men o'g'itadigan narsa ne Aygul Malim deb o'tdi o'rganib popdi. Lekin menda tajriba bor, mol savoq bor, anadan yetarlik baza bor menda-ku. Biz xizmat topirma degan gap javob topoldim. Men muhim bir ish-ku bu. Agar buni unda nocha ovoz bilan naqshini aytib, buni tovarga aylantiramsa, yana bo'lmaydigan ish. Bu to'g'ri gap. Men o'zim yetakchi bo'lib, kam qolgan yerlarini to'liqlab, tarbiyalab chiqib ketib, tang o'ginib, birlikda men o'gindigan narsami bor ekan sizda va men ko'rsatadigan yo'lmi bor ekan. Shunga mening gruppamga kelishingizni umid qilaman. Bu yerda azroq iqtisodiy gaplar aralashayotgan ba'zi. Xudo ben axir gruppani chiqarmoqchi bo'lardim. Mo'minjon hozir demakchi o'g'ini. San'atni o'qishtirgan iqtisod. Bu naqshini haqiqatan bek chiroyli o'rnab berdingiz. Bu Chungoy Sulyanto degan naqshini butun xalqarada, konsertlarda shu yuqori ovozliq naqshchilar o'rindaydi. Endi bu naqshini xuddi Abdulla akam bilan Mo'minjon akam o'xshash aksi tekstini yozgan, endisi muzikasini ishlagan. To'g'ri. Onun ustiga buning tekstida video mare quante bello. Qarg'ana dengiz nima degan go'zal. Siz italyancha bilsiz, ha? Bek biladi. Bu ablisin zarlıqlardaki güzellikni, havadaki güzellikni, bu Sulyanto degani, şu İtalya'nın Napoli degan yeriniki bir kichik bir bazarı. Muşu bazarınki güzellikini, yurtqı bo'lgan sig'inishini, yurtninki güzel joylarini ifodalab bunun teksti bek güzel, melodiyasi bek güzel. Şununla bu naqshi butun dunyoga tarab ketgan. Hamma allada, hamma insoniyatniki shu mayli opera kechiliklari bo'lsin, mayli bir katta shunaqa yig'ilishlar bo'lsin, hammasida mushu naqshi borchu. Birinchidan asarni bek yaxshi tanlabsiz ukam. Lekin mushu holatga kelishga o'qituvchi ustozlarning bekchiq qon tari, bekchiq amgaki sing'idichu. Unisi bu kasb hargizlik bir yilda yoki 2 yilda o'rganib olg'ili bo'ladigan narsa emas. Buni bir umr o'rganimiz, bir umr egallaymiz-chu. Bu kasbni. Demak, o'g'lingiz yana biz o'rgatadigan narsa. Yendirib oldi Shunda yaxshi o'rnab berdingiz. Mishada men bir o'quvchini biz mushundaq bir tarbiyalab, mushundaq bir sahnaga chiqarish, mushundaq bir holatga akilish bu bek tas ishchu. Ham Sizlar balla boshqa nima demoqchi bu uni o'ylab qo'yinglar-chi, gap anglab o'tmay. Ya endi bek deb ketdi. Ajab bo'lib borsizlar gapimni deyman. Davom. Kichikda bo'zaq qilyapsizlar juma deb turasizmi? Endi men mushu munosabat bilan Abdum rayonimizda ham mushu ichki o'lkalarda o'zininki rolini joriy qildirayotgan, ham bir umrni, vaqtini, butun amgikini mushu o'quvchilar uchun sarf qilayotgan bizningki Zaynsa Ablat ustozga, Nurgul Aysa ma'lumga, Sayyara Abbas ma'lumga, Ayshigul Muhammad ma'lumga ham Hamragul Abduqodir qatorliq mushu ma'lumlarga men chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Shularning tinimsiz amiki ajri bo'lganligi uchun sizlardek mushundaq mayslar o'sib yetilyotdi. Ham mushundaq hammamizni hayajon sog'idek, hammamizni ta'sirlantirgudek, to'xatlarimizni o'rlatgudek mushundaq bolalar chiqyotdi. Men shunchalik so'yindim. Rahmat ukam sizga. Rahmat. Endi başdan yana men kiramda. Sen buldu. Ma onda tushuntirib berib qo'yayda balla. Ma ovozni oldinglar. Gerçi Sorrento'ga qaytish degan naqshni aytgan bo'lsa-ma, masalan, mushu naqshni muvofiq qara. Eng zamonaviy uslubda aytish mumkin. Mushu ovozdan foydalanib boshqa uslubda naqshni o'rgatishinglar mumkin. Mening emasken, menga tava emasken, hargizda o'ylamanglar. Men unda o'ylamadim qara. Menga tavakkal deb o'yladim qarasin. Lekin bugungi naqshni tanlab to'g'ri qilibsiz. Qanday desangiz, Abay degandek bir o'qigan kasbimdan bir xulosani qilib qo'y. To'g'ri. Mushu naqshlarni mushu musobaqalarda aytsam xalq yaxshi ko'ramdi. Yaxshi. Dunyoda deb kelyotganimizdek san'atning chegarasi yo'q.
yaxshi asarlar mayli biz tilni bilmayli, bilayli, yanada yoqadiki qarang. Shu bu asarni tanlabmi yaxshi qilibsiz. Bundan keyin degandek boshqa tarafdan taraqqiy qilib baqay desangiz, uni imkoniyat bor bo'pti. Hamma bolalar sizga qizg'in. Bolalar Sizning tanlashingizni keldik. Ras yaxshi. Aşağı keldikmi? Aşağı keldik. Başqa fikrlaringlar yo'q ya? Degilikni deb bo'ldik hamda. Xo'p, 4 yil muallim bo'ldi. Ko'nglingizdagi gapni danga. Ya ras bu ma'lqa o'ylagandikidan o'xshamaydiganlar bo'lib qoldi hozir. Shuning uchun biz ham ma'lum tasdiq qildi. Hech kim bo'lmaydi. Hech kim xafa bo'lmaydi. Hech kim seni umaydi, tilmaydi juma keyin. Yaxshi narsa bo'lsa, xalqimiz uni cho'qim yaxshi ko'rdi. Har qachon xalqning yurkiga tegidi. Shunga siz o'zingizga ishining. Sizning oxirgi tanlashingiz Yaxşımısılar köpçilik, ben Abdullah Abdurrahim. Yuqum ahvalidan şunu bayqadıq ki, adam bədəni üçün ən mühim bolğunu yanılı immun gücü. Əməliyyatda immun gücünün yuqur buluşu salametligimiz üçün ən yaxşı doğru hesablanır. Andaqda teri adam bədəninin birinci müdafiə sepi buluş süpütü bilen onun immuniti qandaq götürülüdü? Əməliyyatda aktiv bakteriya öz rolunu cari qıldırıvatıdı. İlmi tədqiqatlardan bayqalışca teridagi paydalıq aktiv bakteriya terini gücləndirdi. Terini tazlaydı, yallıqqa qarışdırdı, nemlik saqlaydı. Qani əmdi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishqa bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Sadaf World Star. Sadaf. To'g'ri tanlash moslashish demakdir. Alga yuzlanganda men salopatni tanladim. Hurmat uchun alga yuzlandim. Tanlig'iningiz alzoq bo'lsin. Salopat jarchisi alzoq kiyimlari. Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. İnsan üçün eng bexatar muhabbatlik güzel makan uydur. Muhabbatlik uylar. Dükkan, talla bazar, soda noktaları dal Şinjan'daki çoğun iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketi. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetikçisi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetikçisi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetikqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçenli kuyap, koçenli elep, bazaga berip, partıklı elep, saklapkan mısın dep, tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, keni işçim mihna Allah desem, kola bulam şunda bula, dep kola, eşek koçkendeydi. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Mömincan Ablakim. Qarşılama. Mahirimiz Yar Muhammed Mehmet, Mömincan Abdikim Elnuri gruppasiga tanlandi. Hayajonlanmaslikqa nima bahonamiz bor deysiz? 4 muallimning hammasining yoqtirishiga erishish u odatga saviya va oddiy natija emas. Xalqaro uslubdagi bu naqshlarning sahnamizda julalangani bizga bir xo'shallik. Bu ham madaniyatlar o'ttirsidagi almishish. Men mush qatim 4-chi qatimliq İpek Yol programmasiga qatnashib, o'zim xohlagan, ya'ni Aygul muallim tanlayman deb kelgan, biroq bu qatim hamma ustozlar o'rilib men shunda hayajonlandim. Bu qatim buning qatnashib, boshqa ustozlarning fikrini epiqish uchun oxirda yana Möminjon Abdikim ustozni tanladim. Bundan keyin hamda mush ustoz bilan birga menib, texnik o'zimning mushu
uslubumdaki naqshlarni Mo'min Abdukim ustozning naqshlarini mush o'zimning o'rgangan go'zal ovoz uslubimda o'qib texim tirishima. Yarmamat inimiz Dünya Yuqori ovoz cho'lpini Pavoludi ustozninki naqshdan birini olib kelib bizga nihoyat go'zal bir tuyg'uni ato qildi. İtalyanca bu naqshning o'rinishi jihatdan bo'lsin, mahorat jihatdan bo'lsin, birinchi misrani aytish bilan tangla yurakka tegib, mening badanimda bir xil jug'jug' hosil qila oldi deb ifodalayman buni. Nihoyat yaxshi bir ta'sir berdi. Mushundaq uslubda naqsh aytadigan ovozlar bizning guruhimizga kerak. Ham men o'ylayman, İtalyan uslubida aytilgan bu naqshida ki Yarmamatning bu ovozi güzel ovoz uslubida yaxshi tarbiyalangan, sistemalik tarbiyalangan, yetaklangan ovoz ekan. Endi bu ovoz cho'qim bizda tovarga aylanish kerak, marka bo'lish kerak. Shunga menda bir xil mushu inimizga yordamchi bo'lib, yetakchi bo'lib, ommabop uslubga singib kirsak, qandaq natija erishimizki deydigan bir qiziqish, istak paydo bo'ldi. Shunga o'rildim va bundan keyingi mayli musobaqa jarayonida bo'lsin, mayli bundan keyin musobaqadan keyin bo'lsin, cho'qim bu inimiz bilan yaxshi bir xalq yaxshi ko'radigan naqshlarni o'tirg'i chiqarib, o'tib chiqishimizga ishonchim bor. Adaş erta yurt qaytay degan, shu nima evilishni bilamadim, nima olsam bo'lar? Adaş men Alluriniki bug'doy qora o'nlarini ag'ash bera, cho'nglar bak yaxshi ko'rdim. Ha, o'n bug'doy adaş. Endi biz Gülüm deymen degan naqsh bilan başlasak qanday deysizlar bollar? İsmim Mahmudjon Mehmet, o'zim Aqsudan keldim. Men bir ma'rifchi oilasi tug'ilib cho'ng bo'lib, meni kichigimdan shu dadam dutta chaldi ekan to'q. Men shu tug'ilib aqlimga kelsam, shu dadamning chalgan duttalarini, naqshlarini anglab, shuning ta'sirida bara-bara menda muzika o'jarisi yetildi. Keyin maktab o'qish jarayonida kurcuklar bo'lsin, faaliyatlar bo'lsin, aktiv qatnashib shuningdan nurg'on mukofotlarga erishib, menga texmi ilhom bo'ldi. Orliqda men maktab bitirgandan keyin o'zim emas bir kasbga kirib qilib, keyin men yana shu yuragimdagi o't to'xtamay, keyin shu kasbga yetilgan ustozlardan nurg'ulg'an bilimlarni elib, hattoki shu bilimni elish uchun men klublarda shu haqsiz ishlab turib, shundaq nurg'un jafo mushaqqatlarni yengib, menga hozir shu izchil naqsh o'qiyotgani 15 yil bo'ldi. 15 yil jarayonida men nurg'ulg'an ijodiyatlarni qildim. Shu naqsh kasbida mang'alagalamdan o'zim nihoyat xushal. Bu daqiqatimmi shu programmaga men o'zimning ijodiyatini olib keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Qiymilik qo'shilmadan xali bulg'angan, havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, eng nuri 5dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Değmem, gülüm değmem, ya gülni üzelmeymen. Yar sana küyüp durup, yar bulup jürelmeymen. Yar sana küyüp durup, yar bulup jürelmeymen.
Ardın ne diyarım Arimiz şiraqandan Kütüp durğumma göz yarım Jürek keşmedi sendin Kütüp durğumma göz yarım Jürek keşmedi sendin Canan değmen Yar sensiz jürelmeymen Senindir başkası gelsen Bəxtimni tapalmayman Senindir başkası gelsen Bəxtimni tapalmayman Değmen, gülüm değmen Yar sensiz jürelmeymen Meylimni üzüm aldım Hiç kimni süyelmeymen Meylimni üzüm aldım Hiç kimni süyelmeymen Meylimni üzüm aldım Hiç kimni süyelmeymen Hiç kimni süyelmeymen Hop, mübarek olsun. Hazır özünüzle tanıştırıştım başlan. Yaxşı misler ekran aldığındaki körermenler, şundakla bağlıqçı ustazlar. Ben özümle tanıştırıp etsem. Ben Aksu vilayetinden geldim. İsmim Mahmudcan Mehmet. Kesbim Nakşı Muzika. Hop, ustazlar. Hoş. Mahmudcan'ı ben Aylandınız. Aylanıp kettim. Mübarek olsun. Bunda işler yüzmedi. Urunduk buzdukka mıkın. Ama Mahmudcan, Mahmudcan sel ciddilişi var. Ama özünün avazından aytı bir xaslıqma bağlığını his qılıp duruplu şununla. Derhal örülüp Mahmudcan inimne. Özümden grupsuq tatay dedim aka. Hop. Mahmudcan bu icadi nakşı mı ya ki? Özümden icadi etti. Özümden icadi etti çünkü. Özümden var. Bu nakşı bek çıraylık ezipsiz. Rahmet. Hem bek çıraylık ettiniz. Ben bu örüley digen. Lekin da nakşını anlasam beni tallamay Tenglik sep koymaymış inimni. Usal qıp koymuşsun dedi. Taş Mehmet ustaz örülgendeki nakçan. Aşı tengliksizler bir okuyasın dep örülmey kaldım. Lekin nakşı bek yaxşı. İcadiyet mi yaxşı? Yaxşı ettiniz hem. Nakşımı bek yaxşı, muzikimi şunda yaxşı işlenip diken. 5 yılda jürek tegidi o muzikadan başlanığa. Bu nakşının şu bu yıl 2020 yılı aldığınki yoqun mezgil öyde oturab. Şu çağda püttürüp çıqqandan keyin öyde oturab telefonda müzik işleydigan balalar deyiş bo'lib, men hemen tayyor qilib chiqqandan keyin emisini surat kelib taqib etgan to'rga. Bu daqiqadan şu əsrimni keldim. Musikanın güzelliginden bizni taqozo qilyapti ya. Shunchalik güzel melodiyalar. Taş Mehmet muallim aylanmagan bolsa men aylandim. Zaya ketmesin deymen de yaxşı, üzü yaxşı. Ustaz tallayımı dep avar oqqamsın dep. Ya herkes rahmet. Eğer aşı tallığınlı kelse tatınmayı Öyle anlaşma. Bunu dekin. Lekin menimcha bu Taş Mehmet ustazning örülgini hem şu Taş Mehmet ustazga şagird bo'lganingiz menimcha nayt intayin muvaffaq, nayt yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Biz hemimiz qo'shildik dememiz. Kichigimdan şu
Hammanglarning naqshini anglab cho'ng bo'lgan, hammanglarning uslubidagi naqshlarni menga hozir 15 yil bo'lib qoldi, men kichik chiqqan. Hammanglarning uslubidagi naqshlarni sekinda o'qib baqdim. Biz ham shu bay siz degandek Toshmuhammad ustozning sizni yaxshi tarafdan yetaklab ketganligiga ishonamiz. Ishonchimiz bor. Hozir hamda Toshmuhammadning sizga yana boshqa bir talab fikrlari bo'lsa anglaymiz. Inim bilan mening guruhimda nihoyatda yaxshi hamkorlashib ketalaydiganga ko'zim yetdi aka. Shuningga o'sha inimni men o'zimning guruhimga chaqirdim. Qag'inni yana o'zaro to'liqlab ketamiz. Ketib berib deyishim. Muborak bo'lsin, chiqilib muborak bo'lsin. Yo'l uzun. Xo'sh. Can değmen, canan değmen, yar sensiz yüreğim. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Mahmudjon Mehmet, Toshmuhammad Batur Aylin az gruppasiga tanlandi. Sizning arzuyingizga yordam berish uchun siz uchun o'rildi. Arzuluq odam armonga yetadi. Chunki uningda siz kabi tirishchanlik bor. Toshmuhammad ustoz meni tanladi. Naqshni ijro qilishimda men 40% deb o'yladim o'zimning ijro qilishni. Yaxshi taklif fikrlarni berdi. Nihoyat yaxshi oldi deb. Unisiga men ijodiyatimni chiqdim emasmi? Ustozlarning men ijodiyatimga bergan bosim shunday yaxshi bo'ldi, xush bo'ldim. Bundan keyingi xiyollarim Toshmuhammad Batur ustozning guruhiga qo'shildim. Keyingi san'at hayotimda ustozimning bergan darslarini vaqti-vaqtida o'rinlab, texnik tirishib, bundan keyingi hayotimda san'atning xushbiroq hidlarini izchil so'g'itishni o'yladim. Gülüm de degan naqshini o'rindadi. Hemen naqshi tamomlangandan keyin bu inimizga o'rilib qaragandan keyin bu inimizni sakinat ko'rib, "Ma inimiz kel" dedim, chunki bu inimizga ko'p sakinlarni ko'rgan. Men o'rilgandan keyin bu inimizligini bayqadim-da. Ama bayqamay turib, naqshi anglashdilar, menga bergan tuyg'usi shu deyamda. Xeyli ko'p sakinlarni ko'rgan bir mana shundaq bir bejarat bergan bu inimizning o'rindishi. Mana bu inimiz nima endi men mush guruhimda texmi yaxshi o'zimning bor kuchim bilan yetaklab, texmi yaxshi bo'lgan yangi natijalarni yarata olamiz degan menda ishonch bo'lganligi uchun Mahmudjon inimizni o'zimning guruhiga tanladim. Adashmış uzun yıllardan beri hem nakşe etip, uyum koyup, acımacı bir pul hısat kıttım edigine. Şu an bir darak öy yapıya edigen sen bir yaxşırak öy setiş uğruna tavsiye kılsan olar. Adashmış Aylin bir oyunun Aylin ordusu öy taraqqiy çekiş şirketler alaqlışı öy yerleşmesinden en tez suratlar kıpırdı. Rasma? Bu. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjon Aylin Azguroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Shinjon Al-Nuri Yeziglik fan texnika taraqqiyot sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Shinjon Qaydo yemaklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnashgan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Endi biz ayrilish. Ben Abdığını Yasin Yeken'den geldim. Kiçikimden nakşı müzik bo'lgan o'tdek ishtiyaqim bunu sahnega ilib keldi. Men kichikimda dadamning yetaklishi ostida naqsha duttachilikni o'rgandim. Anoniki keng ko'rurmanlarga yaxshi bir zo'q bag'ishlay olsam bu men uchun cho'ng bir sharaf. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mahirlarga omad tilaydi.
Kettin ana dünyadan meni yalğız kaldırıp Kettin ata dünyadin esret yağdırıp Kettin ana dünyadan meni yalğız kaldırıp Kettin ata dünyadin esret yağdırıp Kanmıgan tim canana Elliyinge mihringe Baldur kettin canda da Vakti gelmezde Kanmıgan tim can ana Elliyinge mihringe Baldur kettin canda da Vakti gelmezde Ketsan ata meyleti Kilerge ketsen Kilerge ketsen Kilerge ketsen Ketsan ana meyleti Atiga kelsen Atiga kelsen Tağdek dadam xan dadam Aydek anam gul anam ketti Barsa kelmez seferge ketti Ey derdim. Düşlerimde küreymen Çümge kirgin Çümge kirgin Ana desem oğlum da benim gelgin Yenim kelgin Tağdek dadam xan dadam Aydek anam gul anam ketti Barsa kelmez seferge ketti Barsa kelmez seferge ketti Sen nimde adamı kokutsa? Baldırak kımaymışsın. Nakşı kırkıttı mı aka? Sizler malımla kırıp çıkıp durulacaklar. Anlap nakşı kırkıttı kaptı mı? Hop, balam. Yaxshimsizlar. Mening ismim Abdug'un Yasin. Yakandin keldim. Mush fursatda shu men uchun o'rindiq aylantirgan Tash Muhammad ustozga olamchi tashakkur, rahmat. Yana o'z navbatida bu naqsha o'zim yozgan ijodiyat naqshi edi. Teksti, muzikasi. Men asli bir naqshchi akash uchun qilib bergan bu ijodiyatni. Amaliyot mening onam bor, lekin dadamdan baldurla ayrilib qolgan onam bor. Bu naqshidagi
tasvirlangan iddia ota-onasidan baldul ayrılıb qalğan bir iddiyani ifadelaydi. Şu musobaqa ehtiyoji bilan mush naqshini tanlab qoldim. Mush fursatda anam uchun uzun umr tilayman. Mush musobaqa kelishdan burun men uchun madad so'zlarini tilagan urug'-tuqqanlarimga, do'st-yoralarimga, yo'lliq tutgan shu aloqain do'st birodarlarimga yana bir qitim oliy rahmatimni bildiraman. Rahmat. Pulni xiljaq etkapsan. Bu inimni men tunuydim. Ha, o bek bilen balama o. Muzikini bek bilen çaldıgan malma. Ha. Bu o'zi shu yakanda talash tatish, o sorun naqshaydigan yigit o'xshaydi bu qarg'an. Ya bu bek yakanda bazirva balama. Mana. Bazirva balama. Ma bugun ko'mamsa ovozlar charchab ketibdi buning bek. Bek charchabsiz kan. Kundamda mash musobaqa uchun sal qancha kundan buyon shu yotoqda to'xtamay to'lab bek aylangan ba shunda aşı yetkizmekçi olgan aş Pıraqlarniki bir yeriga bağmay turib tugab ketib bardi. Bu kimdi bu deb o'tgandim men. Siz o'zingiz mana musobaqadan burun 10 kun burun gaqig'andingiz qatnashadiganligini demagan a? U vaqtida bir tenkash muzik so'rab gap qilgan, yana bir akam sizning bexabar degan naqsh aytmoqchi ekan to'q. Shuni so'radim hamda musobaqaning adil bo'lishi ham o'zimizga bir bo'lgan ishonchim o'rgana olaymanmi yo'qmi degan bir iddiada. To'g'ri. Ko'rdingizmi? Bizning hozir qiz yigitlarimizda shunday bir ruh bor. Hamda Mo'minjon muallim agar sizga 10 kun burun telefon qilib qo'ygan bo'lsa, bu yaxshi bo'lmaydi. Ben qatnashdim demidi faqat. Bu yoshlarımızdan mushur o'yini biz nihoyatda qo'llashimiz kerak, taxim rag'bat berib, cho'qim o'zimizning o'z qobiliyatimiz, o'z ta'rimiz bilan men zodi nimaga erisha olayman yoki nima yarata olayman. Bu ruh nihoyatda muhim. Bizmi sizdan o'ginimiz. Xo'p, biz Toshmamat muallimning bir ikki og'iz gapini anglaylik. Ha, Abdug'ani ukam. Xush kelibsiz. Men naqshini anglab bunda palampay shekillik bir-birlab biraz abay degandek sal diqqat qilmasam, poyez kechikib qoldi ish chiqatga. Ishki yipilay degandim men mana ishkilib berib. Oxirdagi bir sal kechiksam poyezddan ishki yipilib ketadi-ku. Men qo'limni bir yerlarim tuydi-chu mening. Bir yerlarim tashlab bilib qolaman. Hamda Abdug'aniniki bu yerda asarni qanday o'rindig'ini to'g'risida ko'p deyishmaymiz. Hamda deyishadigan fursat jiq bo'lgan ekan. Ko'nglingdagi ikro orqali deydigan so'zlarni davatdoq, ha Abdug'ani. Amisa Abdug'anini guruhimga yondirib keldim bularga. Akitib olamiz hozir. Vaqtida issig'ida bu japata jiq naqsh etibdi, bir kun naqsh etmay demasin hamda. Düşlerimde küreymen çümge kirgi. Bayırımız Abdug'ani Yasin, Taş Muhammed Batur ayının az grupsiga tanlandı. Demekçimizki bundaq yaxshi asar ijod qilgan kishi uchun emas, hammamiz uchun tang bahrilanishga tegishli narsa. Şunu biz yaxshi ijodiyatchilarga, yaxshi kuychilarga hurmat bildiramiz. Sizdan mas'uliyat tuyg'usini his qildik. O'zaro his qilish sizga o'rindiq aylantirdi. Keyingi bosqichda ko'rishaylik. Boyam sahnaga chiqishdan burun kayfiyat shunday yaxshi sahnaga chiqib, hamda cho'ng sahna bo'lgandan keyin azroq jiddiylashib qoldim. Lekin shunda adimi naqshamni shu kuchimning barcha eng yaxshi holatda yetishga tirishdim. Balkim necha kundan beri ovoz charchab hamda musobaqadan burun necha mashq qilgan bo'g'ish ovozlasa charchab qoldim. Yuqorida mahorat ko'rsatgan mayirimiz Abdug'ani Yasin ukamiz ota-ona muhabbati tasvirlangan bir yaxshi bo'lgan naqshini ep kelibdi. Naqshini o'rindash jihatdan bo'lsin, muvaffaqiyatli o'rindadi. Men o'rilib bo'lgandan keyin bu inimizning bayonidan ham bu inimiz o'rindash emas, ijodiyat sifatida obdan tirishayotgan inimizga. Shuningga mushtaraflardan o'rinlash, mushtaraflarni ko'z tutgan asosda men bundan keyin guruhimda texnik yaxshi bo'lgan asarlarni ro'yobga chiqara oladi degan ishonchim bo'lg'achqa bu inimizni o'z guruhimga qabul qildim. Yipek Yol Sadasi programmasi o'quvchilarining to'rdagi bevosita tarqatishni ko'makchi bo'lsangiz, yaqiningizga Badam Abditalni tushiradi. Hammamiz sizni Badam Abditalni saqlaymiz. Qaydımızda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mayırlarımızga ahmet tilaydi.
yağlığa çekilgen bir cüp yürekler Yar soğusu saklaqlı məngü qalbimdə Xatirəngdir saatin sol qol biləkdə Axdi mihrim tomurdun otluq yürekkə Unutulmaydı şu günlər məngü əslimə Unutulmaydı şu kuylər məngü xatirə Unutulmaydı əqidə vermə xatimə Unutulmaydı şu yaşlı məngü əslimə Tağ seylige baratdım sayram kölige Velosipedni minettim kızlar keynide Garmun gitar tenkeştur muğluk köylege Talli güzel eslime isil dilekler Derexlerge oyulgan bir cüp yürekler Albumlarda saklandı nefis sürekler Kalplerge ot silip mikri muhabbet Sığınğanda yedimni otluk nefesler Unutulmaydı şu günlər məngü əslimə Unutulmaydı şu kuylər məngü xatirə Unutulmaydı əqidə vermə xatimə Unutulmaydı şu yaşlı məngü əslimə Unutulmaydı şu yaşlı məngü əslimə Rahmet. Hey ustaz. Ustaz rahmet. Şikepsiz, xeyr ustaz. Yani ki Kore'nin kinosunda aşçı beşi dediğim bir gap var. Nakşı beşi diyor. Bu sahneye kanda bu kömeğe çıkıp kaldın mı ya? Төртінші қатарлық ипек жол садасы қатнашқанлығы үшін интайын құрсам мен. Шында қошып кетіп бар мен. Өзімнің ең жақсы көрген бір нақшамны еп келдім. Ya alamet nakşama o. Bu nakşını sizler bilirsizler belki. Nayet modu oldu. Bu kanda nakşa desem muşu dışatkamdan üzüne icadi ahanga. Usqanığı şunda düşkende. Usqanığı aş üzüne. Tikislam şundan maslashib ketgan buni. Bu naqshni velosiped minib degan yerlar. Qizchaqlarni qo'llab be. Shu bizning bola vaqtlarimiz. Şu vaqtlar insanlar da hammasi o'zining yosh vaqtlari, bola vaqtlarida bir bo'lgan bir eslama bo'ladi. Uzunda bermişlar bir narsani o'ylab kelganman. Kelib shu melodiyasini bir 5-4 yil jiq o'ylashdim. Axir qarsam shu ammo boproq biraz yetishqim aplik undaq bo'lib chiqdi endi. Shu tekstini zakaz qilgan. Dörbüjünde bir Qurbanjonda bir bola bor. Shu bolaga zakaz qilsam, shu zadi
Naq qilib kuchukdeklar yuzib kelibdi. Onu bırakıp tahrir. Bir yılın beşide taqatqan bu naqshni. Nemisi xil yaxshi bo'ldi chiqib. Voy, yaxshi ko'ramiz. Mana bir bu akamninki shu yosh vaqtlarida biz o'tgan qadamlar obyektlaringlar bor vaqt dedik-a. Shu hammamiz o'sha obyekt. Ko'z oldimiz biraz. Velosipedni daraxtlarga yuraklarni o'yib u vaqtlarda. Hamda mahallalardan qarab, tamnon sho'rlardan qarab, mana hozirgidek onda uddul emasda. Hozir vaqtlar bizning shu zamondagi shu bizning yoshlarning turmushini bir ekseltiradi. Hozirgi bolalar kiyaz vishin qilatdiq deb yozgandik. Hozirgi bolalar telefon, vishin, malachar, xogo. Malachar. Ya haqiqatan turmushning o'zida bizlar sal cho'ng bo'lganda bizning aqllarimizdan beshini o'tgan ishlarda bu. Naq shu tekstni anglasa, naqshni anglasa bir kino ko'rgandek bo'ldi. Oddiy tushunishlik til bilan yozibdi. Tekst yozgan odammi sizlarni demaklik bo'lsa kerak. Bizning kichkinalar kichik. Ulgurib ko'ribgan bilayman. Shunda yaxshi aka, rahmat. Bugun bizni qo'llab kelsa. Ma'qul, rahmat. Nima deymiz? Rahmat aka, xush bo'ldik. Rahmat. Programmalarning texnik texnik rangdor, texnik utuq bo'lishini umid qilaman. Rahmat aka, rahmat. Nazar sap qo'ygan Juma aka bizlarga. Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmati bo'lgan egiligimga, go'zal, hashamatlik tez tamoqxonamga gul keltirib, aylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib tutgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, aylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom hayotda kulli bayram. Aylin az taomlari, aylin az. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjim qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqi ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib Ko'z asrashqi sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javri.
Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar. Motivar kiyimlari. Adaş bir məhbətkin deprəkirə, ma pulunu köydünmə? Oy, nereden tapdın bu pullarını? Ma badam Uygurca xət kirgizishlik yeni fəaliyyət qıptı ki, mükafat çıxıb qaldı qıra. Oy, gör pəqə. Valla əmdə muşuva kilərsən mi? Mening ismim Faxriddin Mehmet, Gumidan keldim. Musiqa ma'rif kasbida o'qiyman. Kichikimdan cho'ng dadam, cho'ng opamlar naqsh aytib, mening opam musiqa o'qituvchisi. Shu sababdan men shulardan ta'lim olib, ichimdan qiziqib, shu san'at o'rganish xayoliga kelgandim. 3000 dan ortiq odamning ichida 100 dan ichiga kirganligimni anglab, beshida men ishonmagandim, lekin ichimdan bexush bo'ldim. Uydagilar kichikimdan mayli iqtisodiy jihati bo'lsin, mayli kasb jihati bo'lsin, har qaysi jihatdan meni qo'llab-quvvatlab, mushkun kelgan. Shuninga men ularga bir javob qaytarish uchun mush programma qatnashishni niyat qildim. Mayli oxirgi bosqichga borolmasam, o'zim yoqtirgan naqshini sahnada yaxshi ifodalab aytib olsam, men mushundan baxush. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynavatkan Şinjan Kaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mayırlarımızga ahmet dileydi. Big'imda bulbulun bulsam, meni deb gül terarsanmi? Big'imda bulbulun bulsam, meni deb gül terarsanmi? Önümni anglasam yayrim, meni deb berkilersanmi? Meni deb berkilersanmi? Önümni anglasam yayrim, meni deb berkilersanmi? Meni deb berkilersanmi? Sığınsam bir gülüm var deb, seni bağlardın izleymen. Yüreğim küysün meyli, pakatla sen uzdayman, pakatla sen uzdayman. Yüreğim küysün meyli, pakatla sen uzdayman, pakatla sen uzdayman. Çırağımda zaman derman, desen kimsen senem derman. Çırağımda zaman derman, desen kimsen senem derman. Uçamga keyginim canda, seni izlep kalan derman. Uçamga keyginim canda, seni izlep kalan derman, seni izlep kalan derman, seni
Yaxshimisiz ustozlar, ekran oldi ko'rilmanlar. Mening ismim Faxriddin. Xotan Gumuddan keldim. Ishim 20 yosh, muzik ma'rif kasbida o'qiyman. Ha. Mushu yerda o'qib o'tibsizlar-da hozir. Ha. Unda o'z tepshi vaqtdakmiz, balla. Endi tepshi vaqtdakmiz, 20 yoshgan. Ovoz bak yumshoq, siliq ovozga. Bunda ovozlar odamning quloqiga aytib, yaxshi, chiroyli, mo'nliq anglandi. Puroqlar, texnik talab qiladigan joylar bak nurg'unki. Endi nihoyat mo'nliq anglaydigan, ana ustiga tekstlar nihoyat yaxshiki. Biroq shu sening shu naqshidagi egizlik chiqqan o'rningda ishtiqlar olqib o'tib ketadigan bir joylar bor ekanda. Agar shu naqsha musobaqa uchun alay tayyorlangan bo'lsa, kichkina bir o'zgartirish qilib, shu o'rinda ustozlarni ta'sirlantiradigan eng yuqori ovozlarda, masalan, bir oz turish kerak ekan-ku. Manda olqib o'tib ketmay, shu sening yuqori ovozingning zodi qanchalik ekanligini to'g'ri uqolmay qoldi ekan manda bo'lgancha. Ishtiqlar o'tib ketib qoldi bu narsa. Nimishqa deganda bundan keyin balkim ustozlar o'zining talabi bilan tarbiyalaydi. Nurg'un qiyin naqshlarni berdi. Ashuni o'disidan chiqalamda, chiqamamda deb bular shuni o'ylab qoladi-ku deyman. Shunga inlarim, singillarim musobaqaga bu kelar qatim tayyorlik qilganda cho'qim bir oz bu shundoq yaxshi naqsha, hargiz yaxshi emas. Musobaqaning xarakteri boshqacharoq. Şu musobaqaga loyiqroq, biroz o'zinglarning hamma alayliklarini gavdalantiradigan, boshqalarning qoyilligini qo'lga keltirish uchun shu naqshlarning qiyinlik nuqtasini, yuqoridagi eng hayajonga soladigan nuqtalarni bir oz gavdalikroq qilish kerak, o'zgartirish kerak ozroq. Lekin bu chiroyli bo'ldi mana naqsha. Chiroyli aytildi, asli bo'yicha aytildi. Endi sening yurak so'zingni anglaylik. Mening yurak so'zim, men shu programmaga qatnashimda bir ustozni maqsad qilib kelgandim. Endi to'liq afsus tanlamay qoldim. Lekin endi shu programma qatnashgan o'quvchilar orasida ishim eng kichigime o'xshayman. Shu. Shuning hamda buningga bek u ko'nglim yerim bo'ldigan, yo bek mayuslanib ketadigan. Yana mushta bir sahnaga o'zim amroq naqshini bir ichib qilib oldim hech bo'lmasa. Ustozlar bilan ko'rishib Hem şununla men bundan keyin davomli tirishib, mayli dadam, opam, cho'ng opam bo'lsin. Shularni bir kishi hammamiz shu muzika bilan shug'ullanib, shunga meni qo'llab-quvvatlagan saboqdoshlarim bo'lsin, do'st birodar, og'aylar, har qaysi ustozlar, hamma naqshamning muzikasini akkordlashtirib bergan Murodjon Muxtar ustoz. Shularga cho'ng rahmatimni bildirib olsam bo'ldi. Sana rahmat, naqshanga rahmat. Kelar qatimda mushu musobaqa sahnasida hozir tajribalarni yakunlab yana bir kelishingni umid qilamiz. Ha? Sag'am. Ma'qul ustoz. İnsan degan hamon nima? Mahirimiz Faxriddin Mehmet bugun tanlanolmay qoldi. Afsus deyishning o'rni yo'q. Mushu sahnamizga yetib kelishingizning o'zi siz uchun bir g'alaba. Siz g'alba sahnasida orzuyingiz qanotlangan yurak tevishingizni biz bilan o'rtoqlashdingiz. Siz yanada g'alba qilg'uchi, qanotlanayotgan qush, bix surayotgan maysa, parlagan qip-qizil quyosh. Men bu qitimliq İpek Yol Sadasi programmasida gerçi tanlanmagan bo'lsam-mu, bundan keyingi san'at hayotimda tiximi tirishib, tiximi cho'ng natijaga tirishman. Bu qitimda tanlanmadim, lekin keyincha yine tiximi ko'p program qatnashib, o'zimni talantini joriy qildirgan sahnalarga chiqib, o'zimning san'at hayotida chuqur yutuq qozanaman. Bugün bir do'stim yo'qlab keladigan bana sertifikat deyman. Nima ilib berishim bilmayapman. Qara, jiq narsa ishim vojib yo'q. Bu tashqini tiyinda qo'yib ishimni tilab qo'saman. Ben muşu bulan bir yoklaş kan. Yaxşı muşu. Ay muşunu apray. Muşu bişim qilib o'tirib tutmashda qilaya. Şinjan Sedef Sodicheklik mas'uliyat şirkati bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz.
Bu programımız bilen Şinjan El Nuri Yezigilik Fan Texnika Teraqqiyat Çeklik Şirketi strategilik hemkarlaşkan. Sizlerge köptün köp rahmet. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yakından yardım bergen. Sizlerge minnettarlığımızı bildirimiz. Beijing Taşkın Halkara Pay Kontrol Groyi Tartuk Yürüşlük Konaları programımızda alaydık koladı. Köp minnettarımız. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahoratga o'sti supsi. Darhol arqaysiz cho'ng yanfon abdukallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida ko'ra olasiz. Adaş, sen qaysi atirni ishlatsan, endi xush biroqlarmi? Ya, atir chashmadan kiyimimga. O Zaira kiruvchi yo'qlar ishlatgan. Şunun bir qo'shaydi. Qancha bo'ladi ekan? Voy, buni sotmaydi ekan. Zaira unumli kiruvchi javridan birini sotib olsan, shu kiruvchi yo'qlikdan birini bayda qara. Manda-da. Sen birini berib olmamsan. Ashta qilsam bo'g'laychiman. Hurmatli inilarim, singlim, biz amisi hozir aloqa naqshchidan birini taklif qilaylik. Hello deydigan bir naqshchi aka. Ben Ürümçi'den kelgen Mahir Malik Tursun. Kiçigimden başlap muzika ve naqsh etishni shunchalik yaxshi ko'raman. Hem davlat tili ve chet el tilidagi naqshlarni texim yaxshi o'rindiy olayman deb qarayman. Naqsh etishdan boshqa men badan chiniqtirish, top o'ynash ve suv cho'milishni yaxshi ko'raman. Bu sahnaga chiqish maqsadim o'zimning amaliy kuchimni sinamoqchi uchun. Hem İpek Yolu sadasıga çıqalğınımdan intayin hoş oldum. İpek Yolu sadası mening bundinki san'at yo'limning bir boshlash nuqtasi bo'lib qolishini umid qilaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik Mas'uliyat Şirkati Mahirlarga omad tilaydi. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? When I can see it in your eyes, when I can see it in your smile, you're all I'd ever wanted. In my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and then you know just what to do. And I want to tell you so much, and I love you. I long to see the sunlight in your head and tell you time and time again how much I care. Sometimes fear my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and then I wonder what you do. Then are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? And tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let
saying, and I love you. Is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, and then I wonder what you do. And are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? And tell me, how do we know heart? For I haven't got a clue. But let me start by saying, and I love you. Yaxshimisiz. Qanday ahvolingiz? Bek temtirab ketib boryapman. Ya, to'xta, o'zing besib ol. Çeliçidek balık gelse. Mening ismim Malik Tursun. Urumchidan keldim. O'quvchi. Kichigimdan shu naqsh etishni shunchalik yaxshi ko'raman. Malik, Urumchidan qayerda uy? Uyim nimada? Nondada. Nondada, ya. Hozir o'qiyotgan maktab qaysi? Men nimada o'qiyapman? Tendada o'qiyapman. Ha, kasbchi. Şinjan Guanli. Vaa, başlık Memuri başkuruş mu? Memuri başkuruş ha? Ha, memuri başkuruş bu başlık oldu ki. Unda oğanda bak xoşallanarlıq bir iş yüz bədi ya. Naqsh etib ötüb bunda qarasam ekranda. Aşağıya kelgende şu çırağı şunda chiqdi-ku uni. Bir xotirjamlik chiqdi. Ama xotirjamlik chiqqandan keyin tas qoldi-da bu ketib qoldi. Hayajonlanib ketgan bo'lsa kerak. 3 ma'lum sen için o'rindiq aylandirdik, ko'rdingmi? Ha. Davası biz şu ma'lumlarning fikrini anglab baqaylik. Rahmet. Malik inim ben birinci hop aylandım. Bu nakşini ben pek yaxşı görme. Bu elki kartelik nakşı ismi nimti? Lionel Rieke. Ha, Lionel. Ha. Bu mıhili koğun nakşı, 90. yılların nakşı bu değil mi? İnternet klasik nadir nakşı. Ben tesirlendim bu nakşıdan. Anladın bir işine ben demisem mi, sel turup kağa ustazlar deydi o. Bunun grupsi da sana okşaydıqanlar Jack. Anladın? Depço. Demisem aşındaq əməliyyatdı mı? Çünkü ben muşundaq uslubni yaxşı görmə, hem üzəmmi qızıqımə, üzəmmimdə eğitişini, anlaşını yaxşı görmə. Şuna muşundaq türdeki balalarını mening intayin qollaş niyetim, naiti, iniq üzəmnin əməli hərəkəti bilən. Şuna ben örüldüm, qalğan tallaş sana ketdi. Malik düşündün mü? Azcıraq düşündüm. Bana kel deydi. Bana kaço, man o'quvchi bo'l dedi yig'ib aytganda, jumi. Xo'sh. Xo'sh. Bu naqshini shunday yaxshi o'rnab berdingiz. Hello degan bu naqsha. Hozir dunyoda ikki xil banbansi bor. Biri şu Lionel Rieke'ninki, Mevlam Malım degandek, şu 1990 yıllarda şunda dan çıkıp bütün dünyada alkışga erişken bu adam, bu şahs şu pianino bilan şunda çalıdığan bolsa yoki bir so'zni hello deb bo'g'cha bütün adam ergishib aytadigan shunda energiyasi pek kuchli naqsha. Hozir hamda moda bo'layotgani Adeleninki hello degan u naqsi. U ayrim bir nusxasi, lekin asosan ikkisining ideyasi, fikri, mazmuni o'xshab ketadi. Bu naqshni shunda chiroyli o'rnab berdingiz. Sizning yana taraqqiy qilish bo'shligingiz shunda cho'ng. Sizning ma o'pka sig'imchanligingizmi, ma badan qurilishingizmi shunda to'lgan, pishqan, chiniqqan, kuch-quvvati bor. Yana texmi yaxshi taraqqib keta olasiz. Rahmat. Puxta bola ekan bu. Pishqan puxta bola. Xo'sh. Men bu ikki ustozdan keyin 3-chi bo'lib aylandim. Biraz mazza qilib olay deb, shu naqshdan huzur olay deb
Tushundingizmi? Ko'proq o'zgarib olay deb o'tadim. Chunki men 1990-yillarda o'qigan vaqtimda bu naqsha bek moda bo'lgan shu vaqtning moda naqshlari. Biz hatto ingliz o'rganganlar kunda qulog'imizdan tushmay mush naqshni o'rganatdik. Til o'rganish uchun. Shunga bu naqsha menga bek intayin tunishli naqsha bek chiroyli aytdingiz. Aygul ma'lum degandek sizdagi ovozniki sharoit intayin to'liqga, hattoki badan sifatingiz, sharoitingizmi, ya'ni davomli taraqqiy qilish imkoniyatingizni men deb ko'rsatib turibdi. Shunga mening gruppamga kelib birlikda taraqqiy qilishni xohlasangiz mening gruppamni tanlashingizni umid qilaman. Rahmat. Shu kim gap qilsa qara, shular hammasi menga o'quvchi bo'l degan gapchimi? Uni tushunsan-ku? Bu Fukam Malik nihoyatda jiddiylashib ketyapti, sanada tamtirab ketyapti, ba'zi gaplarni to'g'ri inkas qaytarolmaydi-ku. Jiddiylashishni o'tib ketgan bo'lmasizlar? Yo'q, buning jiddiylashi uzunroq davomlashadigan bir xil xarakterda. Sen o'zing minkohan ekansan, shunda bo'lgandan keyin endi men tarjima qilib berdim. Hammasi seni talashyapti. Voyo deb deganlar shunda. Bir xil peyze. Biz mana qilaylik bolalar. 3 yillar nihoyatda katta o'qituvchi. Katta, hammasi tuyqoda davshi. Shunda-ku. Unda bo'lgandan keyin biz hozir sana beramiz. Eng oxirida kimni tanlaysan? Aldı bilan Kanşiye soyu davşı, hammalarga rahmat o'rganganlarga. Men haqiqatan shunchalik jiddiylashyaptim hozir. Oxirgi tanlashim Adaş, qara. Motorbatda qara bizning sadaviy bekal sadasini parchlab taqdiribdi. Andan kelib biz ba'zan unda salomlar bordigina. Bizning bu shaxsiy filmlarimizni haqli qilib taqdiribdi. Qanday qilsak bo'ladi? Qanday qilsak bo'ladi deb o'tmay Şinjan Kamalat advokatlik o'rnida aloqa qilishmamdi. Ular qonun yo'li orqali odil haq qirdimashni. Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Dericilik Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Ümit işenç bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Bereketli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan ochil choch so'pinini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil choch asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi choch so'pinlari. Ozoda oliy muhit, mazalik taomlar, visol to'ylari, qutlug' astalik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, isilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu isil joy dal Aylin Az guruhi Tianshan Guli restoranidir. Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolalari. Ma bo'lga ya. Siz har chaq, har daqiqada pokizlikqa intilasiz. Jahil maydaqlari sizning eng chong bosh qaytinchiligingiz bo'lmoqda. Yangidan bozorga selingan Zahira alohida unumlik yuyish javiri kiyimlardagi va oshxonadagi jahil maydaqlarni tez sur'atda chiqarib tashlaydi. 99% may chiqarish unumiga ega yeshil mahsulot. Maydaqlarni haqiqiy tushunadigan Zahira alohida unumlik yuyish javiri. Setuvag'ichilarga Zahira kir yuyish suyuqligi sovg'a qilinadi. Zahira Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy darajali kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhiti uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan Obdatmechi Talba sizning kasbiy aloyligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanshxonza Sibiy Sod sarayi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Yani şehrin tem yel kazan yürüyüşteki yemekliklerimi baken emesmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşka teklem şehrin ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar.
Bizning bu qadimqi mahirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betaqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Şinjan Aylin Azgroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan şirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Yipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi. Qadim Yipak yo'lida ajdod bo'lgan chavandoz, Jushqun qon bor tumurda, kuy naqshisi xush ovoz. Kuymish tog'lar sho'xisi, nur qaytadi yurakka. Büyük karvan varisi, aman yeter ilekке. Büyük karvan varisi, aman yeter dilekке. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi, Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi.